Как ты сейчас? Да, вчерашний нормально. Нормально Да, стал, да? Да, нормально. А что беспокоится сейчас? Вот спина у меня. Сейчас боли есть? Нет, сейчас прямо сейчас Вчера нет. был, вчера был, вчера да? была, Уже да. была, да? Вчера была. Как зовут тебя? Азиза. Азиза. Бисмилля. Таджикистан, да? Да. Вчера 2 сеанс получили, Да. да? Как сейчас? Да, все нормально. Нормально, да? Да. Только Alloh pomogadi. Ага. Qanday holati? Ancha yaxshi. O'ziga Sudurgisi bor edi, yo'q bo'ldi. sudurga ketyapti, ha? Ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Qayerdan keladi? Kosonsoyda. Kosonsoy. Qachondan beri sudurga bo'ladi? Ol. Jim. 2 yildan beri. Necha kundan beri sudurga bo'lmayapti? Ha? 1 hafta, 2 haftadan beri. Bo'lmayapti, ha? Seans olganlardan keyin, ha? Natija bor, xudo xolasa. Allohga shukr. Assalomu alaykum. Alloh hammalarning dardlariga Alloh shifo bersin, noumid qilmasin. Yuzlardan oshib yurlar. Alloh umid bilan keldilaring. Noumid qilmasin. Alloh hammasi uzoq yaqindan kelganlar ajrimiz, savobini bersin. Alloh yurtimiz, tinchimiz, yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin. Alloh niyat qilib qo'l ochyapsizlar. Alloh bugunni o'zi shifosini bersin. Alloh meni ham yuzimni yorug' qilsin. Sababchi bo'lsam Alloh, o'zingga shukronalar bo'lsin. Alloh o'zing asragan hammani Alloh. Allohdan mendan bas shifo. Faqat meni demaylar, men deb kelmaylar, Alloh deb kelib bo'ldi. Qalblaringda Alloh bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ota, Rahmat Iqboljon, shu quloq ochilmayapti endi. quloq qancha bo'lgan quloqqa aka? 3 oy turadi bir qiynaldi endi. Tamom qiynalib ketdim. Ochiladi quloq, xudo xohlasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bismillah, bismillah. Chap quloqmi? Baraka toping doim. Sal poralyam yelkaga uring shu bo'yin og'riydi. Sal nima bo'ldi quloq? Bilmayman, o'zim turadi, men eshitmay qoldim. Hozir eshityapsizmi? Hozir men gapingizni eshitibman. Eshitmay turibsiz-ku. Bundan da yaxshi eshitsa endi. Baraka toping iloyim. Otoyni umid qilib haligidan internetda ko'rib shifo topaman deb keldim endi. Endi-chi? Sal yengillik bo'ldimi? Sal bor Yengil ochilyaptimi? Baraka toping iloyim. 4 oydan beri bo'g'ilib ketdim tamoman. Ha aka. Sal yengil. Yaxshi eshitdim endi. Eshitdingmi? Malladi. Qancha eshitdim. Baraka toping iloyim. Alloh o'zingdan mendan bashfu. Ha aka. Bu shashyapti. Ochilyapti. Shu belga urgandek. Alloh rozi. Bo'yin. Akajon, nechinchisi bu? Birinchisi Qayerdan keldingiz? Toshkentdan. Nima besta qiladi? Bel grija, oyoq, kalta bo'lib qo'yapti oyoq. Biz og'riqlar bo'lyaptimi? Juda. Hozir og'riqlaringiz bormi? Belimda bor. Endi-chi. Sapasayaptimi? Pastga tushdi. Pastga tushdimi? Endi ko'ryapti. Yaxshi. Nima yaxshi? Og'riq yo'q. Qo'yibordimi? Birinchi kirishingiz? Ha, birinchi. Ismingizmi? Atqam. Atamaga rostdan aldayapsizmi? Aldagansiz yo'qmi? Aldagan. Ko'ringchi Atamaga. Yuringchi. Ha, Atamaga. Yengillik bormi? Yengillik bor. Mana mana. Qatingizda turibdi og'riq. Bismillah, Alloh. Umurtqani ochdi. O'shyaptimi? Ha. Ochdi. Ko'ring. Ha? Yaxshi. Men oyog'imda sal bor. Umurtqa yengillashdimi? Ha, yengillar. Endi-chi. Yaxshi. Aniqmi? Ha. Aldagansiz yo'qmi? Nega aldingmi? Rostmi? Qayerdan keldingiz? Toshkentdan. Vaqt Allohdan. Aka salpa ilg'ashi mumkin, qo'rqmanglar, seansdan keyin. Aka qanday? Bo'yindagi belda oyoq muzlaydi. Nechinchi kelishingiz? Ikkinchisi. Ketdi story. Bormi story?
Ha? Ha? Bilyapti. Bo'lyaptimi? Qayerdan keldingiz? Ha? Buydi. Bo'ydimi? Ikimiz buydi. Nechinchisi? Ikkinchisimi? Yengillashyapsizmi? Bilyapti. Ha? Bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Issiqlik bo'lyapti. Issiqlik kelyapti, muzlab turadimi? Oyog'im muzlayapti. Hozir muzlash bormi yoki issiqlik keldimi? Bor ozgina oyog'i. Qani issiqlik ketyaptimi yo'qmi? Ham belda. Ketyapmi issiqlik? Aniqmi? Ana. Isidimi oyoq? Tagiga tushdimi? O'ng oyoqda bor. Kelyaptimi issiqlik? Chap oyoq ustida o'ng oyoq. Isidimi? Endi o'ng oyog'ida qoldi. Endi-chi? Tushyapti. Tushyaptimi? Tizzadan pastga qarab tushyapti. Tushyaptimi? Ismingiz nima? Rasuljon. Rasul aka. O'zi yengillashyapsizmi? Ko'ring-chi. Qalay bo'ldingiz? Rasul aka, Yaxshi. pechga qo'yib qo'ydi oyog'ingizga. Ilohi, rahmat. Qo'shimda hazm qilishda muammo bo'ldi. Do'g'onni pilichini qilib foydasi bo'lmayapti. Hozir bormi og'rig'ingiz? Qanday holatda bo'ldi? Ha? Qanday Nima bo'ldi? bundasi o'tganday bo'ldi. Ha, o'tkazib yuboramizda. Qayerdan keldingiz? Beshar. Endi-chi? Ha? Qanday yo'q bo'lganga o'xshatdi bittaga. Yo'q bo'lganga o'xshayapti. Bitta og'ridi. Endi-chi? Yaxshiroq oldinga qarang. Ismingiz nima? Azbek. Hozir Beshal qaytmi? Beshar o'zdi. Ko'ring-chi. Hozir. Yo'q, o'zgarish bo'ldi. Yo'q-a. Qancha bo'lgan bu holatga? Ancha bo'ldi. 5-6 yil qolchaga. Bunga ham. Alloh rozi bo'lsin. Davay. Sizlarchi? Hozir bormi og'rig'ingiz? Endi-chi? Ha? Yo'q. Nima yo'q? Uyugani bor ekan pastda. Uyugani bor. Endi-chi? Qayerdan keldingiz? Besh hozir bormi og'riq? Yo'q qoldimi? Birinchi kirishdingizmi? Tavba. Nima yo'q qoladi? Qani ko'ring-chi. Bir aylanib keling. 5 oylar ko'rsin sizni. Ha? Yaxshimi? Keyin bo'lmasa. Qancha bo'lgan? Qancha bo'lgan menga? Qancha yil bo'ldi? 5 yil qaytdingiz, onam? Yıkandı o'zidan. O'zdanmisiz? Shu grija qiynlikda. Qiynamaydi aytdim. Qiynama dedim onam uni. Qalaysiz? Yaxshi. Ha? Sal qo'yvardi. Sal qo'yvardimi, umuman qo'yvardimi? Mana shu yerda jinday borda, keyin Endi yegani bor. nima uydi? Grija to'xtatdi. To'xta. O'la Allohni. Nima bo'lar ekan? Mana shu bir oyoqlarim og'riydi. Oyoqlarim og'riydi. Hozir oraman Mana bu qo'limdan og'riydi. Bismillah. Hozir bormi og'riq? Ha? Qo'ydimi? Ha? Qanchadan beri shunaqa qilyapti? U anchadan beri. Hozir ko'ringchi qaytingizda bu. Сейчас поедем домой. Сейчас поедем. Ha? Ha? Yo'q. Qo'yvordimi? Ha, qo'yvardi. Rostdanmi? Qalay bo'ldi? Yaxshimi? Aniqmi? Opajon nima bo'lsa qiling. Ha? Bosh, but, churuk, ko'zim. Belim qattiq, tizim, topim. Hozir bormi og'riq? Belim yaxshi tuzuk. Yengillashdimi? Ha? Butun o'radi oyoq. Endi-chi? Bu tizim ko'z o'radi. Endi-chi? Ha? Ha? Tuzuk. Nima tuzuk? Yaxshi. Yaxshi? Yaxshi. Yaxshi o'zidan deydi. Yaxshi o'zi yaxshi deydi. Opajon qayerdan keldingiz? 4 keldi. Nechinchisi bu? Birinchi. Nima bersa qiling? Quloqim. Ko'zim yoshlanadi. Belim og'riydi. Otgandan bor. Yengillashgan? Yo'qoldi. Yo'qoldim. Bir ko'zim yoshlanadi. Endi-chi? Ha? Sal yaxshi bo'ldingizmi? Yengillik bo'ldi. Nima bersa qilyapti hozir? Quloqim.
Quloq nima bo'lyapti? Hozir bugundan boshlab tutdim og'rib boshladi. Ha? Quloqim og'rib boshladi. Hozir bormi og'riq? To'xtadi sizni ko'rib. To'xtadimi? Meni ko'rib. Mendan qo'rqadi bu kasallik. Isming nima? Sirayyo. Qalay bo'ldi Surayyoxon? Hova? Yo'qoldi. Yo'qoldimi og'riq? Issiqlik kelyaptimi? Arqamdan keldi. Kelyaptimi? Og'riqlar qo'yyaptimi? Hova? 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 Qandaysan? Yaxshimisan? Ha, yaxshimi? Yaxshi bo'lgin. Ona nechinchisi bu? Birinchi. Birinchisi, Nima deysizlar? lekin o'tgan yil yozdan keldim 2 marta. Ha. Grijadi, dim yura olmasadim, lekin ruhim tetiklashdi, o'zgarish yaxshi. O'zi yaxshi bo'lganmi? Ismingiz nima? O'timdan dosh bor, o'g'iljon. Qayerdan keldingiz? 4 yil. Birga keldilarmi? Ha, bu ham qizim. Bo'ksam tortib yurtmaydi-da uzoqroqqa. Sani bormi hozir? Hozir yo'q. Ha? Bormidi? Yaxshi. Bormidi hozir? Boradi, yo'q. Yo'q. Endi-chi? Rahmat. Yaxshimisiz? Yurib ko'ring-chi. Hasada kelganida birinchi marta kelganimizda hozir hasasiz bo'lyaptilar. Ha? O'tgan yil anaqada keldik biz. Men Toshkentda turaman, onamlar u yoqda. Ha. Shundan bir Gulyasman turdi, men deysizda bo'lmaydi ko'rsizdi. O'shanda hasada zo'rg'a kirib keldilar. 2 marta ko'ringanda hali. Mana hasasiz keldilar. Ey Alloh rozi bo'lsin. O'shalar ham hasasiz chiqib turibman. Yo'q-e. Uydan chiqa olmasdim, yotgan edimmi? Yo'q-e. Rahmat. Alloh razı olsun. Kasbkaringizdan barakat toping. Isming nima? Nargiza. Nima bo'ladi Nargiza senda? Menda grija, buqa, davlena bo'ldi. Bo'shayapsizmi? Salingiz bormi? Nima xatingiz? Boshimdan nima chiqdi? Nima chiqib ketdi? Bilmayman. Bir bora chiqib ketdimi boshingdan? Bir nima bo'ldi? Boshingga nimada kirib olgan chiqib ketdi? Endi-chi? Yengillashyapsizmi? Nimadir seziladi, demak shunaqa sezsiz. Sezilmasa nima yuribmiz deydi. Shanga sizga ixlos qilib o'zim yasang gullab. Ye, gulab keldingmi? O'zim yasayman. Gruppam bor mana. Ye. Qanaqa gruppa? Arxiziya. O'zim yaxshi ko'rganiga sizni qanaqa gul yaxshi ko'rasiz bilmadim. Zo'r Arxidiya. Arxiziya olib keldim. Xuddi shuni jivolari bor-da, shanga gelvi, hassas yaxshi bo'lganiga. Hozir o'zing gul yashaysan, ha? Firmen bormi? Yo'q, men onlayn magazin. Onlayn magazin, ha? Daraxtlar hamma narsa yasayman. Mana ko'p turganlar mana sinimiz gul olib kelib yasab, o'zlari qilishadi ekan, mana bu reklama emas, mana qo'li gul ekan bu. Naboda muxlislar gulingga ishq qilib qayerdan topish mumkin? Mana nomerlarim, hamma narsam bor o'zi. Ha. Gruppamni mana anaqaga kiradi. Mana shuni oling, mana shunga kir. Dastlabki bor. Hamma joyga. Dastlabki bor. Naboda ko'radiganlar bo'lsa, bemalol gulni dahshati. Sinim. Rahmat, sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, samuringiz sog' bo'lsin. Qalay bo'ldingiz, Nargiza? Yengil. Yengillasizmi? O'zing Men nima? birinchi ko'rganingizni yengil bo'lgandan keyin kelmay qo'ydim-da. Mayli-da, Alloh kasal bo'lmaydi. Men niyatim shu. Bizni Biyonur sohibi gulpasiga padarka ekan. Men katta daraxtlarni yasayman. Gulni ochib yuringlar. Nima bo'lgan sening? Shu belim talonimdan shu. Shu oyog'im, o'ng oyog'ima berildi. Hozir bormi oron? O'tirsam achishib ketaveradi. Hozir ko'rchi. Achishgan qoldim. Qoldimi ozgina? Tartib. Endi-chi? Yaxshi. Nima yaxshi? Tartqani. Qo'yib yubordimi? Isming nima? Qancha bo'lgan Nargiza xonimga? Jo'nki xili bo'ldi qishdan Ha? beri, shu qishdan beri og'riydi. Hozir ko'rchi bormikan? Yo'q, yaxshi. Yaxshimi? Narx? Ota sor, nechinchisi? 3-chi. Holat nima bo'lyapti? Yaxshi. Ko'zimni bir nima qo'ysangiz, aralashib qoldi. Og'riqlar yo'q. Og'riqlar yo'qoldimi? Yo'qoldi og'riqlar. Qayerdan keldingiz? Surxondaryodan. Ismingiz nima ota? Abdurahmon. Abdurahmon aka. Rahmat sizga, umringiz uzoq bo'lsin. Alloh kuch-quvvat bersin. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat. Kasal nechta siyosat oldingiz? 3. Ha? 3-chi marta. O'zgarishlar ancha yaxshi, ha? Ancha yaxshi. Allohdan Surxondaryo. Aka nechinchisi? Birinchisi. Nima deysiz?
Yuragim ağrıydı, belim ağrıydı, ayağım. Aktarda keliyordum. İkide seans olurdum. Şundan bir marta dori chiqarmay qo'ydim. Yo'q. Yurakka ham chiqadi. Nima kasallik bilan keldingiz unda? O'zim infarkt olgandim-da. Ha. O'shanda bel, oyoqlarimga nag'zga beradi. Shu ikkita seans olib ketdim. Umuman shu yerda Qayerdan keldingiz? Termizdan. Yaxshi bo'lib ketgansiz. Ha, biron turishimdan bironta dori chiqarmay Bir qo'ydim. yildan ko'p bo'libdi. Ha, shu 10 kun bo'ldi yana og'riq boshladi. Dorisi foyda qilmadi, keyin keldim. Mayli, ismingiz nima? Alisher ismi. Alisher, hozir qanchangizdan og'rib Alisher? Hozir shu oyog'imdan belim ko'proq og'riydi, davleniyam ko'proq chiqadi. Hozir og'riqlaymi hozir? Pasaydi og'riq. Pasaydimi? Qo'yib yubordim. Alisher, qara. Rahmat. Yaxshimi? Akangiz. Doktor, endi bu yaqin 3 yil oldin operatsiya qilgandim oyoqqa. Qayerda? Ha. 17 millionga tushdim, pay cho'zilgan ekan, suyak kirib ketdi. Keyin ikkala tomoni teshib olib tashladi. Nimani? O'sha payda tiqilgan joyini. Undan keyin bu oyoq bukillanmay qoldi. Hali bergan qilgan dori mashqlarni qildim, bo'lmadi. Endi ham bu tomonimga o'tib olib, hozir mana shu chap tomonim boshdan oyoq shunaqa. Qadada o'tira olmayman. To'y marakalarga Ha, bora 17 million sarflab oyoqni tuzatmadingizmi? Tuzatolmadim-da. Ha. Mana endi gap topsa tualetda ham gashuk qo'yib, gashuk o'tirib. Ha, doktorlarga aytmaysizmi? 17 million olgansan. Aytdim borib, o'qib kelganman, endi nima qilayin endi? Ular shu pul olishni biladigan xolos. Mana endi hozir bu tomonim ham o'tiraman, qadada o'tira olmayman, namoz o'qiy olmayman. Shunday azob bo'lyapti menga. To'g'ratam tika turib. Ismingiz nima? Qayerdan keldingiz? O'qishidan, Tolibjon kechagi Samarqandlik oyog'ini kesaman degan qizni nima qilganingizdan keyin kechasidan tushmay kirib chiqdingiz-da. O'g'limga aytdimki, shu bilan borasan dedim. O'sha qiz ham siz ham tushmay kirib chiqdingiz. Ha, yaxshi yuguribdi-yu, ko'rdingizmi? Aytyapti. Hayron bo'ldim-da, men uncha narsaga ishonmay qo'ygandim-da, kecha haqiqatda ishondim-da, gapni ochiq. Endi shu shifo tuzatib bersangiz oyog'imni. Men tuzatmayman, Alloh tuzatadi, Xudo xolasa Alloh shifo bersin. Hozir og'riqlar bormi? Mana shu tomoni mana aytyapman. Mana shu bo'yindan tortib chap tomonim. Mana shu bo'yindan tortib pastgacha. Hozir ko'ringchi. Cho'kalamanmi-ki? Bo'shash bormi? Sal bo'shadi. Bo'shadimi? Mana shunday o'tira olmayman mana. Ko'rdingizmi, hadaga o'tirasiz. Mana shu oyog'im nima qilmaydi. Qaysi oyog'ingiz ko'proq? Mana oyoqda chap tomoni shuni ham. Bismillah. Yengillashyapsizmi? Ismingiz nima? Tolibjon. Tolib aka, yengillashyapsizmi? Yengillashyapman. Mana shu. Yana bir ikki marta kelaman, endi erinmayman. Xudo xolasa Alloh shifo beradi. Yangiz kelsin. Ko'ringchi oyoqni. Yana qalina qilib ko'raveraymi? Ko'ray, qanchalik ko'rsiz? Ancha yaqinlashdi. Yaqinlashdimi? Yana ikki marta kelsam yaxshi bo'laman. To'xtang. Qo'yib qoldim kecha qizga. Ha? Men ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Kechasi tushmay kirib chiqdilar ekranlar. Shu bugun. Mayli. Alloh shifo beraman, hech narsa bo'lmaydi. Aytganingiz kelsin chiqib. Doim omadingiz bo'lsin, ishlaringiz yursin. Kuch-quvvat. Har doim siz baquvvat odam ko'p xizmat. Yana bitta o'tirib turing aka. Yana bitta o'tirib turing hozir. Endi mana o'sha endi nima qilyapti? Endi meni o'rgataman mana o'sha. Bu oyoqni qo'yib yubordingmi? Ha, bu oyoq qo'yib yubordim, mana o'tiryapman. O'tira olmasmiz bunaqa? Yo'q. O'tiring. O'tiring. Billa cho'p olib kirsangiz, o'tiramiz. Hozir mana o'shani jinday. Bu oyog'ingizda o'tira olmasdingiz? Yo'q, bunda o'tira olmasdim. Umuman. Mana hozir mana siz o'tiribsiz. Ixlos qilib kelibsiz. Alloh shifo bersin. Aytganingiz kelsin. Necha yil bo'ldi bu holatga? Bunisiga 2 yil bo'lyapti-da. Operatsiya qilganimga 3 yil bo'ldi. 17,5 million ketdi. 17,5 million ketdi. Qulog'ini shu. Bismillah Allah. Qalay hozir? Ancha yengil.
O'zgarish bo'ldimi? Yaxshi. Qaysi shahar edingiz? O'qchidan. O'qchi. O'zimiz O'qchidanmi? O'zimiz o'qchi. O'zbekiston tumani. Yuringchi. Holatingizni ko'ringchi, o'zgarish qancha bo'lgan. Qancha bilmagan vaqtni mashqlik zamon bo'lsin-yu. Ha. Bunisi ama yengil bo'ldi. Yengil bo'ldimi? Ki boyag'izdan ko'rib qo'y. Qizib ketyapti. Qizyaptimi? Ko'ringchi. Qalay bo'ldi? Yaxshi ancha. Ancha yaxshimi? Qudam ikamiz endi o'zimiz bilib oldik. Qudami bu? Yana o'tirib turing deyishyapti. Talab tushyapti. Iltimosnoma. Mana. Qalay bo'ldi aka? Yengil.